Qurilishga qoyil qoldim. Pul to'laydimi mijozda, to'lamaydimi, qurilishni davom ettirib, tomlargacha yopib qo'yishibdi. Ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Oldingi yil qurilish jarayoni ozgina sekinlashib qolganda bizga mijozlar murojaat qilishgan, kelib video qilganmiz, shundan keyin to'lovlar to'xtab qolgan. Kattagina shaharcha 14 gektarga qurilyapti. 80% xonadonlar sotilib bo'lgan. O'z egalari bor. Sotuvda ham ozgina xonadonlar bor. Sizni ham shu qurilish firmadan uy-joy olishingizni maslahat beraman. Boshlang'ich to'lovi 30%, 100 million atrofida pul to'laysiz, 7 milliondan 10 milliongacha to'lab borar ekansiz. Kelib, o'z ko'zingiz bilan qurilishni ko'rib, sotuv ofisiga uchrashib, biz aytayotgan puldan ham arzonroq olsanglar bo'ladi. Nazarbek Nur Baraka qurilish firmasidan kvartira olishni siz ham niyat qilgan bo'lsangiz, videoga bitta like bosib qo'yib, men ham qachondir kvartirali bo'larmikinman degan yaqiningizga shu videoni yuborib qo'ying.